Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Nasib bo'lsa bir fayzli xonadonimizni ishlarini asta-sekinlik bilan boshladik. Ko'rib baho beramiz. Chotki chiroyli like yamaymiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Bu xonadonimizning qiladigan ishimiz patologimiz dekor plastik bo'lgan ekan. Chiroyli. Devorda dekor qilamiz. Hozir nasib bo'lsa noldan boshlaymiz. Lazer UV'larni qo'shib. Bunimiz tayyor. Elektr tok montajlari tayyor bo'lgan ekan. Ko'rib kuzatib boringlar. Keyingi videolarda bitish jarayonlari, qilinish jarayonlarini bemalol birma-bir aytib eshittirib o'tamiz. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Opsiyamizda nomer qoldiramiz. Viloyatlar bo'yicha ham ishga chiqib turamiz. Samarqand, Buxoro, Jizzax hududlariga chiqamiz. Uzoq viloyatlar bo'layotgan bo'lsa 200-150 kvadratdan oshsa qiladigan ishimiz. Narx-navolarni gaplashib bemalol ko'ngilingizda chotki chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan MDFUZ kanali bo'ldi.